Eng qiziq joyi hali kunjara yemagan. Xudo xohlasa. Yemagan. Umuman kunjara yemagan, boqishga tayyor akalar. Mana. Mehnati oz qolgan akalar. Bu ham qizil Greenford ekan, bu ham. Ha, bu ham. Mana, shu qora qizilidan aka. Sekin ko'rsataveramiz. Voy jonivor, mana Angus. Mana shuni baqish kerak-da mana. Mana shuni baqish kerak-a. Angusni zo'rini baqaman deganlarchi. Voy jonivor, mana. Bu ham 400 kilo tepada-da bu ham. 400 kilo tepasida Angus a? Ha. Gap yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli obunachilarim, hammaga xayrli tonglar. Azizlarim, ko'tarinki kayfiyatda bugungi kundagi videolarimizni boshlayapmiz. Obunachilarim, o'zimizni obunachimiz ekan, obunachilarimizdan sotiladigan dehqondan 27 dona boqishga tayyor, boqilib turgan buqalarimiz bor ekan. Boqilib ham qanday? Hali yem ko'rmagan, faqat silos va kepak bug'doy yorma bilan turgan ekan. Hali kunjara berib to'liq boqilmagan boqma buqalar bor ekan. Shularni sizlarga to'liq yoritib beraman akalar. Xo'p, 2025-yil hafta kuniga chorshanba 10 Xudo xolasa ko'rib qo'ydim. 12-noyabr kuni ekan. 12-noyabr kunida Xudo xolasa erta tongda videolarimizni boshlayapmiz. Andijon viloyati Baliqchi tumani Chinobod shaharchasida mana. Ha, Chinobod shaharchasidaman, dehqondan akalar. Sekin bir qator yoritaveraman. Xo'p, ikki tomonda buqalarimiz turibdi. Narigi tarafda bir bo'lim, bu tarafda bir bo'lim. Xo'p, akalar, bir boshdan ko'rsataman-da, sizlarga narx-navolarni, holatlarini tushuntiramiz. Dehqondan akalar, Xudo xolasa xayr qilib, kelishtirib, arzon qilib, murosa qilib sotamiz deyapti. Sekin yoritaveraman akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin. Video boshida aytib o'tman, bu yerda paroda buqalari bor ekan mana. Angus gibrid buqalar va Greenford buqalar bor ekan. Mana tepadan turib olyapman. Shularni ham sizlarga to'liq yoritib beraman. Xo'p, biz boshladik. Bir boshdan ko'rsataveraman akalar. Xo'p, ma'lumotni beraveramiz akalar. Boqma buqalar yengil kepak, silos va bug'doy yormada turgan, hali shig'ab baqilmagan, davom baqadigan, xudo xolasa. Ha, baqiladi. Davom baqiladigan ekan. Boshlayverdik mana. Bir boshdan ko'rsataveraman. Molimiz ko'p vaqt olmayman, tez o'tib ketaveramiz mana akalar. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytaveraman akalar. Bo'ylari hammasi 1.20 dan pastmas deyveraman. Bo'laveradimi? 1.20 dan pastmas, mana holatlari. Tepalardan ham yoritaveramiz sekin. Tepa tomondan ham yoritamiz. Har birini bittadan ko'rsatib o'taman akalar. Sizlarga bir yaxshi taklifi bo'ldi. Juda ko'p ichimizda chorvadorlar, obunachilarim ichida chorvadorlar ko'p. Xuddi shunaqa 27 talik yoki narigi 6 o'ni ham qo'shib oladi. 6 ta narada? Ha. 6 o'ni ham qo'shib olamansa, jami 33 ta bo'ladi. 33 talik joyim bo'ladi. Ha, uzr. Bu 37 ta. Ha, 37. Bo'ldi, uzr. Xo'p, 37 ta va narigi 6 tani qo'shib olib 43 ta qilib olaman degan akalarga ishlari zo'r bitadi. Mana oyoq qo'llarni ko'rsataveraman, bo'ylarini. To'liq ma'lumot berishni boshladim akalar. Sekin birinchi qatordan boshlayapman. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytaman akalar, Qirg'iziston buqalari ekan, hammasi 100%. O'zimiz olib kelganmiz. O'zi do'stimiz aytayaptiki, o'zimiz olib kelganmiz. Ha, mana shu 19 donani Qirg'izistonga o'tib o'zim olib kelganman deyapti. Narigi taraflarini ham olgan ekan. Narigi taraflarini ham shu 15 tasinimi dedi Alloh alam bir kishidan olganman bozordan deyapti. Ular ham 100% Qirg'iziston deyapti. Bu yerda mahalliy buqa yo'q ekan. Hammasi 100% Qirg'izistonning buqalari ekan. Mana. Holatlarni ko'ringlarchi. Eng qiziq joyi hali kunjara yemagan. Xudo xolasa. Umuman kunjara yemagan, boqishga tayyor akalar. Mana. Mehnati oz qolgan akalar. Harakat qilib bir kishi olib qo'ysa, Xudo xolasa bitta fermasi to'ladida 2-3 oyda, ha, Xudo xolasa. 2-3 oyda holatiga qaraysizlar akalar, kayfiyatga qarab baqaverasizlar. Mana oldin ham bitta ko'rsataman-da, narigini orqasiga o'tamiz. Mana old taraflar. Yeb ichishlari hammasi sog'lom aka. Yeb ichishlari zo'r. Yeb ichishlari sog'lom, hammasi yeb ichib turibdi. Emlamalari bo'lgan. 100% emlamalari bo'lgan. Sog'ligi zo'r, emlamalari bo'lgan. Bular aytishyaptiki, akalar, aka bozorga olib chiqa olmaymiz,
holatni ko'rib turibsiz deyapti. Hozir bozorlar ham qaysi holatda? Mana u kasallik ichiga tarqab ketdi-yu. Ha, ha. Shuni hisobiga bozorga olib chiqmaymiz deyishyapti. Shu yerdan bir dehqon bo'lsa, qizig'i yo'q. Dehqon bo'lami, olib sotishga, foydalanishga bo'lami, to'g'rimi? Ha, ha. Berilaveradi. To'g'ri, to'g'ri. Mana. Bularni old tarafdan bir ko'rsatib o'taman-da, bir sizlar orqasiga o'tamiz. Sizlarni ko'p kuttiribmiz, ko'p vaqtlarni olmaymiz. Narxlarni ham mana sekin aytib boraveramiz. Akalar, vaznini 350 kilodan 450 kilogacha qo'hmay aytavering deyishyapti. Shunaqa vaznli buqalar ekan hammasi. 350 kilodagiligi ham oz ekan, nariga bir 4 dona bor ekan. 350 kiloni tevasida bosadi deyapti. 4 dona kichkinasi bor ekan. Qolgani 400 ni balandda ekan. 450 gacha aytavering deyishyapti. Old tarafdan ham ko'rsataman. Nihoyatda qiziqarli akalar. Qiziqinglar-da. Mana. Bir joyga olinadigan xudo xolasa, mayli bo'lib ham savdo qilaveramiz deyapti, lekin bir kishi sotib olsa o'ta maza qiladi xudo xolasa. Ha, rosa o'zi. Tobe kelgan-a? Ha, hammasi joyida mana. Mana dehqondan akalar. Dehqonni bilasizlar, o'z yoritavering, o'z aytavering deydi. Xo'p deymiz, bo'pti. Mana. Sekin yoritaveraman. Qalay ko'rinyapti? Erta tongdan olyapman videolarni akalar. Mashalloh, zo'r baxt. To'g'risi o'zim ham nihoyatda havasim keldi. Hammamizga nasib qilsin akalar. Shunaqa fermalarni qurib, shunaqa 20 ta, 30 ta, 40 ta mol baylash hammamizga nasib qilsin akalar. Qiziqqanlar, havas qilganlar. Angus, hozir tushaman senga, Qiziqqanlar, havas qilganlar like turib turasizlar akalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turinglar. Shunaqangi qiziqarli zo'r videolar doim ko'p berib turibman. Mana akalar. Tepadan ham bitta ko'rsatayda. Hoppa. Nihoyatda o'zim ham havas qildim. Mashalloh deb yozib bersizlar. Mana. Dehqonning mehnatiga. Xo'p. 6-7 daqiqalik video qildim. Nihoyatda ma'noli, mazmunli, qisqa qilib qo'ydim akalar. Bironta daqiqasini bemalol o'tkazmayapman. Zo'r video qilib beryapman. Sekin narxlarni yoritaveramiz. Xo'p, narxlari shunda 20 eng kichigi. Eng kichkinasi 23 milliondan boshlaymiz dedimmi? 23 milliondan boshlanyapti akalar. 28 milliongacha ekan. 28. Ha? 23 milliondan 28 milliongacha buqalarimiz bor ekan buning ichida. Ha, 23ligidan bitta bor, 24ligi. Uzr, aka mana 23ligidan bitta bor deyildi. Bitta. Bir dona bor ekan 23 millionligi. Adashib ketmanglar akalar, to'g'ri ma'lumot beray. 23 millionligidan bir dona bor ekan va 24 millionligidan 3 ta deyilyapti bu yerda. Mana 3 ta bor ekan. Bu yog'i davom etib ketyapti. 28 milliongacha deyilyapti. 23 millionlikdan bitta, 24 millionlikdan 3 ta va bu yog'i davom etib ketyapti. Holatiga qarab 25, 26, 27 va 28 gacha ekan. 28 gacha. Kelishilgan holda deyilyapti. Endi bitta narsani aytib o'taman. Bitta nariyoqqa ham o'taydi. Hozir. Xo'sh, bu yoqqa ham o'tgandan keyin aniq ma'lumot bo'ladi. Qani 28lik mollar degan savolga sekin javob berib o'tib ketaylik, akalar, bu tarafda kattalar ekan mana. O'zlari Qirg'izistondan olib o'tgan 19 talik partiya ekan shu. Mana. 28 milliongacha deyilyapti. Endi qiziqarli tarafini aytib o'taman. Bir joyga olgan odamga aytishyaptiki, 26 million xayri bor. 26 million xayri bor. 26 milliondan xayri bor. O'tib kamini qilib beramiz. Bir joyga qiziqqanlarga. Yo'q, kelib ichidan tanlab olaman deganlarga bir dona 23, 3 dona 24 va iyog'i 25, 26, 27, 28 gacha ketaveradi. Mana akalar. Xudo xolasa bu partiyani to'liq yoritdim. Salkam 10 daqiqalik video bo'ldi. Endi pastga ana zotdor buqalarga o'tib ketamiz, Ketdik. Xo'p, do'stlar, zotga qiziqaman deganlar uchun bu yoqqa, zotdor ashi tozalardan baqaman deganlar uchun. Sekin ko'rsataveringchi, yurgizaveringchi. Akalar, bu yerda 3 ta Greenford buqamiz bor.
2 dona Angus buqamiz bor va 1 dona simentalga gibrid rossiyskiy buqamiz bor ekan. Mana. Sekin yurgizaveramiz. Akalar, bo'ylari bularni ham 1.20 deyaveraman. 1.20 dan 1.25, 1.30 gacha olaverasizlar. Bu Angusimiz eng kattasi Angus ekan. Ha, bu kattasi. Qani, kay jonivor, sho'xlik qilib tur. Bo'ldi, qo'yib beravering shunday. Mana. Sekin yoritaveraman. Iloji boricha bitta yoritib beraman. Mana u Angus mana. Tak, Chak. urmang. Ke, odam kelsa, bo'ldi, tegmay turavering, bo'ldi. Angusni yorityapman akalar. Angus janoblari. Bu Angusimiz, bitta. Ha. Mana. Yeb ichish zo'r ekan mana. Tak. Bo'ldi. Angus to'liq yoritdim. Bunimiz simentalga gibrid, ikkinchisi Greenford janoblari. Bu ham Greenford mana. Va yana bitta Angus. Qalaysan? Bu ham qizil Greenford ekan, bu ham. Ha, bu ham. Mana. Shu qora qizilidan aka, sekin ko'rsataveramiz. Bo'ldi, mana shunday turaversin-da. Xo'p, mana. Sekin narxlarni yoritaveramiz-da. Zotni tushunganlar tushundi. Bularni ko'p vaqtlarini olmaymiz. Pullarni sekin yoritaveramiz akalar. Bular ham shu oddiy kepak, somon, Ha. silosda turgan. Ha. Shig'ab baqilmagan. Yo'q. Bu ham shig'ab baqilmagan ekan akalar, mana. Xohlasalaring zotga sotib olinglar, xohlasalaring Angus ishqibozlari bundan ham bu tonna bo'ladi, bilasizlar. Buni boqqanlar biladi. Eng qizig'i bular ham shig'ab baqilmagan ekan. Voy jonivor. Dahshat ekan mashinangiz. Mashalloh. Xo'p, narxni aytaveraylik bo'lmasam, keling shu yurgan mana undan boshlaylik. Birinchisidan narxini. 27. 27 million so'm, xayri kami bor. Ha, bor. Ikkovi bir xilmi? Ikkalasi, ha. Aha. 27 million xayri bor. Mana u simentalga gibridimiz. 29. 29 xayri bor. Ammo katta Angusizchi bitta. 32. 32 million xayri kami bor. Xo'p, mana Greenfordimiz. Qora qizil. 29. 29 xayri kami bor. Xo'p, mana Angusimiz, kichkina Angusimiz. Kichkinasi ham katta ekan. 30 kami bor. 30 million so'm xayri kami bor ekan. Xo'p, akalar, aytilgan narxlar hech ham muhim emas. Shu paytgacha dehqondan nechta mol yoritgan bo'lsam, birontasi aytganiga sotgan emas. Xudo xolasa aytib tushib kelishtirib beriladi. Ha, beramiz. Kelishtirib beriladi. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Sog'lom hammasi. Pastda xudo xolasa dehqon raqamini qoldiryapman akalar. Savdo qilib, savdolashib olaverasizlar. Nimaga 100% dehqonlardan chiqarganingiz sotilyapti javlon deb savol bo'lishi mumkin. Agar ishonch hosil qilish uchun kanalimga kirsalaring, hozir mana bitta ish qilamiz akalar. Dehqondan buqalar sotilyapti deyapman-da, tak. Dehqondan buqalar sotilyapti deb yorityapman-da. Sotilgandan keyin akalar, sotilgan video ko'rish mutlaqo tekin, ko'raverasizlar. Sotilgandan keyin sotildi deb turib, ikkita qo'lni bir-biriga ushlab turgan shtekini qo'yib qo'yapman. Qachonki buqalarimiz sotilsa, pastga sotildi deb yozyapman-da, ikkita qo'lda baraka berib turgan shtekini qo'yib qo'yaman. Ungacha videolarimizni bemalol ko'raverasizlar, tekin buqalar sotilgan, sotilmaganligini shu yerdan ko'rib olishlaring mumkin. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Angus o'ynab turibdi. O'ynaversin. Sog'lomda, u sog'lom. Voy jonivor, mana Angus. Mashina baqish kerak-da mana. Mashina baqish kerak-a? Angusni zo'rini baqaman deganlarchi. Voy jonivor, mana. Bu ham 400 kilo tepada-da bu ham. 400 kilo tepasida Angus-a? Ha. Gap yo'q. Mana hammasi zot akalar, Greenfordlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Voy jonivor. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Like turib turasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar.